Assalomu alaykum. G'iyos Turdiyev o'zlaridan? Ha, o'zlarda bo'lish kerak. Bilasizmi? Bu serial bilan Erkila ham bir xil bo'lib ketgan o'sha. Nimaga? Ikkalasi ham ayni qiziq joyda tugatib qo'yadi. Ketdim bo'pti. Lo'q. O'zing lo'q. Yaxshimisan? Kelib qoldingizmi adasi? Ko'rmaysan ko'chada mashina to'xtab menga nima deydi, bilasanmi? Nima? Lo'qsan deydi. Men ham ayamadim. O'zing lo'qsan dedi. Yo'q, boplabsiz. O shunaqalar ko'payib ketganda o'zi. Choying bormi? Bor, kiravering, hozir kiraman. Men sana lo'q desam, g'irt kazyol ekansan-ku. O'zing kazyol. Adasi? Bolaga bir xil uch kiyim oldingizmi? Ha, yo'q, bolaga emas, senga. Menga? Ha. Nega unda hammasi rangi bir xil? Nima qilibdi? Odamlar ko'rsa bitta ichki kiyim bor ekan deb o'ylamaydimi? Qanaqa odamlar? Yo'q. Qayerda yuribsiz? Namicha baqirasan, ha? Namicha baqirasan. Rosa kutdim. Ishlarim bor edi, olib borib kelasizmi dedim. Kamiga yo'lda ko'rgandan keyin o'tib ketdingiz, boru? Qayerga bordingiz? Kim bilan yurdingiz? Nima qildingiz o'zi? Ha, menmi? Ana partiyaga a'zo bo'lib kelyapman. Adasi, men tushunmadim. Partiya a'zosi bo'lib, nima ish bilan shug'ullanasiz? Agitatsiya, propaganda ishlarini olib boraman. Tushunmadim. Nima u? Qanday tushuntirsam ekan? Misol uchun, ko'chada chiroyli qiz ketyapti. Haligi chiroyli qizga chiroyli so'zlar gapirib, men bilan yurishni taklif qilsam, bu agitatsiya. Agar u shu gaplarimga ishonib men bilan ergashsa, u propaganda. Tushundingmi? Agar men ko'chada ketayotgan bo'lsam, bir erkak to'xtatib, men bilan agitatsiya yoki propaganda bilan shug'ullanaman desa, men nima qilishim kerak? Sen o'zi biron bir partiyaga a'zomisan? Yo'q. Menga qara. Tushunmagan ishlaringga nima qilasan, aralashma. Uni agitatsiya, propaganda deydimi? Toshpo'lat aka men boshqa tushuntirgandilar-ku. Men o'qigan kitobni endi o'qiyotgan ekansiz, dadajonisi. Kir uyga. Kim navbat siznikimi? Ha, bu. Uyalmaysizmi? Homilador ayol o'tkazib olmaysiz, namuncha? Tiqilasiz? Oyog'im tegida. O'zini chinib, homiladorligingizni bilmayman. Bemalol o'ting sinib, bemalol. Hop. Orqaga qaytaman. O'ting. Haydang. Assalomu alaykum. Moy almashtirib bering, aka. Hop bo'ladi. Ha, haligi akani homiladorman deb aldab navbatda olganingizni qarang. Yaxshi ish bo'lmadi lekin. Rostdan homiladormanman. Aldamang. Bilmayapti-yu, nechalik? Bir soatlik. Bo'ling, moy almashtiring, ko'p gapirmasdan. Mash qiz zo'rda. Ha, Xandon akani qizi-ku. Ha. Qaysi Xandon? Anu, o'qituvchi. Ha, mash qiz menga yoqadi. Jinnimisiz Behruz aka? Ha. Axir buni eri bor-ku. Qani eri yo'q-ku? Rossiyada.
katta biznesi bor. Yaqinda xotinini ham olib ketadi. Voy, Rossiyaga ketganlar qaytib kelmaydi. Xuddi shundoq chiroyli rus qizlar turganda ularga umuman qaramaydi. Qo'ysangizchi, unaqa demang. Ular juda yaxshi oila. Bundan ko'ra siz uylanishga bir yaxshigina qiz toping. Mana shu qizni eri kelmasa olaman. Birinchidan buni eri qaytadi. Juda chiroyli oila. Ikkinchidan bokira qizga uylanganga nima yetsin? Menga qara, shu narsalar hech tushunmayman-da. Nima farqi bor? Mana misol uchun qarang. Ikkita konfet. Biri o'ralgan, ikkinchisi ochilgan. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men ochilgan tanlayman. Nimaga? Sababi buni konfetligi aniq. Buni ichida xudo biladi nima bor. Qo'yingga bir 1000 yillik rivoyatdan rasvo qildik. Toshma. Xo'sh aka, qushcha qalay ekan? Qo'yilma uka. Alyonaga gap yo'q. Hech kim bizni bunaqa xursand qilmaydi. Aka, bizda faqat eng zo'rlari bo'ladi. To'g'ri. Nima qilamiz? Olib ketaveraymi yo yana ozroq sizni xursand qilsinmi? 1 soat cho'zdiramiz. 1 soat. Xo'p. Alyona, Да, я через час приду. да хорошо. Главное, чтобы заплатили. Я занимаюсь своими делами, вы занимаетесь своими. Xo'p. Boya telefon qilgan ekansan. Meditsina kursiga qatnashyapman, o'sha yerda edi. Endi ukol qilishni o'rganib qo'yishim kerak. Bugun birinchi marta ayol kishiga ukol qildim. Assalomu alaykum. Boshida ozroq hayajonlandim. Keyin o'zimni tayyorladim. Sekin chiqdim. Ayol devordi. Keyin qo'rqib chiqardim. Ayol tot deb baqirib, menga qara, qilishni bilmasangiz nima qilasiz qilib dedi. Uyalib ketdim o'rtoq. Voy, uyatsiz. Jamoat joyida nima deyapsan? Behayo uyatsiz. Tur o'rningdan hozir. Tur dedim. Nimalar deb yotibsan? Yo'qolar. Ken, o'rgildim sendaqa. Betarbiya boladan. Ya amma, qayta to'xtatdi-ku. Endi nima qilamiz? Sen jim tur. Hammangni kimligini bilmabsan. Qarab tur. Voy, assalomu alaykum ukajon, komandir, yaxshimisiz? Leytenant Berdiyev Qobiljon. Qobiljon uka, yaxshimisiz? Bu nima ahvol bu? Ha? Nima ahvol bu? Nima qildi? Tor ko'cha bo'lsa, tezlikni qarang. Qolaversa mana jarlikka tushib ketishingiz mumkin. Qo'y, mol, eshak chiqsa urib olsangiz nima bo'ladi? Bilaman, tushunaman. Majbur edim. Nimaga tez haydab kelyapsiz masalan? Voy, o'zi qonun qoidaga rioya qilib sekin haydab kelayotgan edim. Birdan telefonim jiringlab qoldi. Shunday ko'tarsam, Demak, siz harakatlanayotganda uyali aloqadan foydalangansiz. erim begona ayol bilan bizni uyimizga kirib ketayotgan ekan, qo'shnimiz telefon qildi. Birinchidan, telefondan foydalanganingiz uchun sizni jarimaga tortamiz. Ikkinchidan, oilaviy masalalar bizning ishimiz emas. Uchinchidan, tezlik bilan hujjatlarni olib keling. Qobil, sen o'zimizni qishloqdansan-ku, uka, nima unaqa qilasan? Bizning xizmatda tanish-bilishchilikka o'rin yo'q. Tezlik bilan hujjatlarni olib keling. Tezlashtiring. Bo'ling. O'zi inson emas ekansan. Jiyan, hujjatlarni ber.
O'zim qo'ng'iroq qilaman. Alo. Qobiljon. Uka rahmat. Qo'yib yuboravering. Ulgudim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima gap? Ustamisiz? Ha, ustaman. Omadingiz bor ekan. To'ppa-to'g'ri shaharda eng zo'r ustasiga keldingiz. Nima qilish kerak? Shu signalim balandroq qilib bersangiz. Signal? Ha bu yoqqa kirishda signal chalgan sizmidingiz? Albatta. Ha o'zi baland ekan signalingiz. Nima qilasiz bundan da baland qilib? Shu bir xillar tormozim ishlamay qolyapti o'shaning uchun. Ha, yana nima gap? Shu qatlaridir taqir-tuqir qilyapti-da, bilmayman nimaga taqillayapti. Bu tomonda-ya? Bo'pti. Oching. Nima? Kapotni oching. Ha. O'zingiz oching, kapot ochib yuribmanmi? Nima bo'pti ekan? Haligi men sizga yordam bera olmayman. Bu yerda hech kim sizga yordam bera olmaydi. Yaxshisi boshqa servisga boring. 15 ta servisga kirdim. Hammasi bir xil gap gapiryapti. Namcha? Bilmaysizlarmi hammanglar? Endi to'g'ri tushuning, bizni to'g'ri tushuning. Yaxshisi boshqa joyga boring. Xo'p, bitta maslahat bering. Beraman. Maslahat bo'lsa beraman. Shu mashinamga kimdir o'tirsa, har xil hidlar chiqyapti. O'zim o'tirganda lekin hid yo'q. O'tirib ko'ring. O'tirib ko'rmayman, hidlab ko'raman. Hidi yo'q-ku. Siz oldin bitta o'tirman bilan yurib ko'ring. Qarang. Xuddi shunaqa chiqyapti-da. Nimadan bo'lishi mumkin a bu? Men hayronman-da. Tushunmayman aka. Mana qarang. Bunaqa haydashingizda bu hid hech qachon yo'qolmaydi. Aka, ayolingiz ko'rishiga qaraganda ozgina muddat bor. Ha yo'q-ey? Ha. Men nima qilaman unda? Siz men telefon raqamimni yozib oling. Telefonim yo'qotib qo'yganman, qog'ozga yozib olaman. Yozib oling. Mana tushgan. Ertalab soat 8larda xabar olsangiz, yangiliklar bo'lsa aytaman. Nechi? 94lik. 94lik. 165 0120. Ertalab soat 8larda xabar olasiz, yangiliklar bo'lsa aytamiz. rahmat doktor. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Jon? Ha, olim aka, qalaysiz? Yaxshimisizlar? Akang bor ekan, Bobur. Gay. Xuddi senga o'xshaydi. Faqat mo'ylov bor ekan, ha? Shunga tushdingizmi? O'shanga tushib qoldimmi men? Ha, mayli chiqsa yo'q. Nima gap? Bu o'chib qolyapti-yu bu. Nima qilamiz? Ha, endi eskida bu mashina. Keling bordi yaxshi edi shu. O'chgan paytlari itarib turardi.
Hozir mana kelayni ham oy kuni yaqinlashib qolgan ekan, to'g'ri xonaga tashlab keldim. To'g'rilab bermasanglar bo'lmaydi, Behruz. Ya qilib beramiz aka, muammo yo'q. Ha. Faqat bor-ku, bugun ishim ko'p. Tashlab ketasiz. Ertaga soat 8larda telefon qilib xabar oling, aytaman. 8da. Ha. Hozir. Raqamini yozib ber, telefonimni yo'qotib qo'yganman. Ha. Ha, mana shu raqam. Bo'ldi. Agar o'chib qolayotgan bo'lsa, svechani almashtirish kerak. Ha, kim u? Nima u svecha? Svecha. O'zbekchada nima deyiladi? Svecha o'zbekchasiga nima aytdi? Ha, svech sham-ku, sham. Yoqadigan sham. Ha, tarjimasi sham bo'ladi. Ha, menga kerak emas svecha. Nimaga? Chunki men kunduz yuraman, kechasi haydamayman mashina. Bo'pti. Bo'pti, tushunarli. 8da ertalab. Ha, ertalab 8da telefon qiling. Xo'p bo'ladi. Qayerga? Qaytaman ertalab 8da telefon qilaman. Ha, mashinani tashlab ketmaysizmi? Kalla ketib qolgan kalla Behruz uka. Ha, bo'ldi, tushundim. Keling. Bo'ldi. Ertaga soat 8da. Bo'pti. Ishondim uka. Ha. Soat 8 bo'lib ketdi-yu. Xotinimdan xabar olmadim. Hozir. Ha, mana. +9. Alo. Akam, men kecha ertalab telefon qilgandingiz. Qalay biznikini ahvol aka? Hey aka, oldidan rosa solgan ekansiz-ku. O'zi el qatori bo'lganda aka, o'zi ahvoli qalay? Aka, kecha oldini ochib tashladik. Nega ochib tashlaysan? Ayollar yo'qmi sizlarda? Qanaqa ayol? Men bir o'zim ishlayman. Keyin bir ikkita shogirdcha bor. 3 kishi bosamiz. Haligana oldidagi parray bor-ku, u ham aylanmayapti. Shu navbatma-navbat temir kulish tiqib aylantiramiz-ku. Bu nima deganing? Hali ko'p bo'lmadi-yu uni olganimga. Nimasini yaqinda olgansiz? Rosa minilgan ekan-ku. Baraka topki, olganimga 8 yil bo'ldi. Uni ham 5 yilni Rossiyada o'tkazganman. Hech kim minmagan uni. Ha, endi aka, siz minmagan bo'lsangiz, qo'ni-qo'shni mingandir. Ha, yoru do'stlar, bir o'rtoqlaringiz mingandir. Og'zingga qarab gapir, qo'pollashma lekin, Aka, kraska ham o'ziniki emas. Qo'porib ketganmi? Tagi chirib, oldidan suv oqib yotdi. Sen meni nervimni buzma bola, Kalla bormi o'zi? Kalla bo'lmasa shu ishlarni qilarmidik? Aka, kecha orqasini ochib qo'ygandik. Faqat gaz qo'yib yuryapti. Sendan so'rayapman, nima qo'yib yuryapti orqadan? Aka, gapni eshiting. Ana gulishtirni ham olib tashladik. Qum, loy, tosh, har xil bo'lmas narsa tiqilib ishdan chiqibdi. Endi chidolmayman. Menga qarang aka, qizishmang, O'zi orqasidan itarganingizda qitir degan ovoz chiqarmadi? Sen meni shaxsiyatimga tegibsan bola. Bu meni xotinim-ku bu. Qanaqa xotin? Qayer o'zi bu? Avtoservisdagi ustaman. Behruz? Ha, manman. Nima gap o'zi? Xayriyat.